uy qurib turgan, g'ish izlayotganlarga xudo xolasa g'ishlarimiz bor. Xudo xolasa endi zavodlar ko'p, g'ishlar har xil. Misol uchun bu g'ishimiz Quva tumani Soygizor zavodida chiqadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Xudo xolasa videoning davomida boshqa zavodlarda ham xudo xolasa g'ishlarini ko'rsatamiz. Mana shu holatda. Inshaalloh kimga qiziq bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Qolgan g'ishlarni ham xudo xolasa ko'rsatamiz. Bu g'ishimiz Quva tumanida Telman qishlog'ida. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu holatda. Bu g'ishimizni ham qora sho'ri umuman chiqmaydi deyilyapti. Oq sho'r 5-10% chiqishi mumkin ekan. Narxiga kelsak, narxi bu g'ishimizni bu ham 350 so'm bo'lyapti. Yetkazib berish xudo xolasa mavjud. Boshqa yana 1-2 xil g'ishlarimiz bor. Xudo xolasa ularni ham ko'rsatamiz inshaalloh. Bu g'ishimiz 3-zavodimizdan bo'ladi. Quva tumani Chaman qishlog'idagi zavodimiz. Sho'riga sifatiga zavod egalari kafolat beryapti. Sho'r chiqmayapti ekan inshaalloh. G'ish urish narxlari qanaqa bo'lyapti? Ustalarimiz qanchadan uryapti ekan deb qiziqqanlarga xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring. Video chiqarishda davom etamiz. Qurilishga oid xudo xolasa videolar chiqarishda davom etamiz. Sizlar qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Kamchiliklariga rozi bo'lib qolasizlar. Endi xudo xolasa kamchiliklarni to'ldirishga harakat qilamiz. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling.